Mana yo'lovchi opalarimiz ham keldi. Opa, avtobus qalay ekan? Sharoitlari? Yaxshi, zo'r. Yoqdimi avtobusimiz? Bugun mana nechinchi kun bugun? Birinchi kun. Yo'q. 15. 15 may, a? Rahmat. Avtobuslar qulaylar zo'rmikan? Hozir avtobus konteynerlarini ham yurgizib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 15 may kuni Toshkentdan Sankt-Peterburg, Moskva shaharlariga mana chiqib ketayotgan avtobuslarimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir esa xudo xolasa yo'lovchilarning ketayotgan fikrlarini bilib boramiz va avtobus ichki holatini ko'rsatib boramiz akalar. Avtobus ichki holatini ko'rsatib boryapmiz. Mestasi 51 ta mestadan iborat. Yo, 51 ta opajon. Ketmoqchi bo'lgan ukalarimizga avtobusni mana ko'rsatib boramiz. Sidenalari mana qulayliklariga ega, 30% ga yotadi. Zaryadka ustroyство, konditsioner, mana ochiqcha bagajlar uchun mana yeb ichgani bagajga olib olsanglar bo'ladi mana. Zaryadka ustroyстволari bor. Mana yo'lovchi opalarimiz o'tiryapti, xudo xolasa. Avtobus qanaqa ekan? Fikringiz yo'qdimi? Yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Samarqand. Samarqanddan. Samarqandliklar kelaversinmi? Ko'p kelsin. Ko'p kelsin, xudo xolasa. Mana eng qiziq akalar, Qo'yliqdan shunaqa primoy reyslarimiz amalga oshirsanglar bo'ladi. Reyslarimiz dushanba, seshanba, payshanba, juma Vodiy Andijon Qo'yliqda joylashgan. Shunaqa davlat tomonidan qo'yilgan reyslarimiz. Mana avtokassamizni ko'rsatib qo'yamiz. Kelasizlar shunaqa avtokassadan qonuniy reyslarda mana biletlarni olib, primoy reyslarda ketasizlar.